Hop, ta'rif bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bir xillarda tushunmaganlar bor, tushunganlar bor. Hop, akkaunt bo'limiga o'tamiz. Safha ochib turib, ta'rif bo'limiga kiramiz. Hop, bu yerda sizning ta'rifingiz 23-yanvardan 2023-yildan boshlab dekabr 2000-sanasigacha cheklovsiz mana shu muddatda ochilib berilgan sizga ta'rifingiz bor. Hop, direktor bitta, boshqa yaratilmaydi. Bitta o'zingiz bo'lasiz chunki direktor. Hop, menejeringiz bitta, ko'paytirsangiz bo'ladi, u ta'rifga bog'liq. Sotuvchingiz ikkita yaratilgan. Yana bitta yaratish imkoniyatingiz bor. Pastda ko'rsatib qo'yilgan mana. Hop, kategoriya ikkita. Yana yaratishingiz bo'ladi ko'p. Mahsulot 5 ta yaratilgan va yana 1995 ta yaratishingiz bo'ladi. Hop, sizning ta'rifingiz ta'rif standart ta'rif turibdi. Eng minimum ta'rif. Hop, bu yerda siz bu ta'rifda nima olasiz va sizning limitlaringiz mana ko'rsatib qo'yilgan hammasi. Hop, endi ta'rif uzaytirish va ta'rif o'zgartirish bu hozircha ishga tushmagan. Bizga bog'lanib o'zgartirishingiz mumkin.